chaqdaqdan tortib shu so'z-cho'chaklardan baq o'qiymiz-ku. Bizning ata-onalarimiz bo'lsin, ajdodlarimiz bo'lsin, haqnim deb qiladi lekin nurg'ulg'an zihni vaqti mushnaga sarf bo'ladi-ku. Chunki bir so'z-cho'chakdan qo'rqadigan bir yerda cho'qim so'z-cho'chak shundan mo'l bo'ladi. So'z-cho'chakka mush haqning xumar bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundim. O'tirib yuribdan g'iybat qildi. Chunki bu g'iybat yo'q yerda g'iybatdan qo'rqolmaydi, uni nimaligini uqmaydi. Shu faqat mush g'iybat so'z-cho'chakdan qutulolmay, to'xtamay g'iybat qildiganlar bor. Buning to'xtamay vujumiga ziyonkashlikka uchraydigan odamlarmi bor. Ondan avlning vayron bo'lib ketib qolganini ko'rib, biz shu g'iybatdan qo'rqadigan bo'lamiz. Demak, g'iybatdan qo'rqadigan so'z-cho'chakdan qo'rqadigan bir to'pda cho'qim g'iybat qilishga xumari va so'z-cho'chak qilishga xumari va odamni tang bo'ladi bu yerda. Endi biz psixologiya o'rgandik. Biz bu g'iybatchilardan, so'z-cho'chakchilardan, tillamchilardan qo'rqib yotsak bo'lmaydi. Shunga biz buni yaxshi tarjima qilib olishimiz kerak. Biz ziyonkashlikka uchrag'uvchi holatida emas, balkim bir ta'lilik, manfaatlanguchi holatga o'ta olsak, ondan bu so'z-cho'chak g'iybatning bu so'g'isidan atlab o'tib ketalaymiz. Qo'rqmaydigan bo'la olamiz. O'zimizning turmushiga, o'zimizning zihnimizning vaqtimizni o'zimizga qaytarib keladigan. To'g'ri. Endi buning uchun biz bilib olishimiz kerak, bu so'z-cho'chakchilikning, g'iybatchilikning, tillamchilikning nima roli bor zodi. Bularning roli bek zo'r. Nima roli? Masalan, biz film ishlayapmiz. Amaliyotda bizdan munavvar, bizdan donishmand, aql farosatli odamlar bekjiq. Psixologiyani ishlatadigan odamlar bekjiq amaliyotda. Lekin nurg'ulg'an odamlar to'g'ri yuzlanmaydi. Nurg'ulg'an odamlar o'zini ifodalamaydi. Nimishqa? Shu xalqning tillashidan, xalqning g'iyvati, so'z-cho'chagidan qo'rqiydi-ku. Bu yerda nima bo'layapti deysiz? Shu so'z-cho'chak, g'iyvatchi, bundaq tillamchilar zo'r miqdorda shundaq so'z-cho'chakdan qo'rqadigan odamlarni jamiyatniki tuvan qatlamaga qulplayapti. Ashlarni chiqilib qo'ymay, ashlarni ish ko'p qarovul turadi-da. Bular shu jamiyatning tuvan qatlamida qarovullik qilyapti, tushundingizmi? Tushundim. Bir har qanday bir qatlamda odam jiqib ketgandan keyin shu qatlamningki boyligi qanday qiladi? Oz qoladi. Shunlashqa bir odam so'z-cho'chakdan, g'iybatdan qo'rqmay, ash tillamchilikdan iborat, shu jamiyatning tuvan qatlamining namratlikning qarovuldan qo'rqmay o'tib ketadigandan keyin mayizga o'tsangiz, mayiz kengri bir dunyo. Mayizda mayli boylik bo'lsin, odam bo'lsin, keng kushoda, ozoda, tinch bir dunyo mayiz. Shunlashqa hisobda bu tillamchilar bu yer nima rol o'ynayapti deysiz? Shu tillashdan qo'rqmay, kengriyaga o'tib ketgan odamlarning manfaatini bular qo'g'dadi o'shada. Ham unisiga bu tillaydiganlar cho'ng tashviqqa chiqqan qarang. Mush karxonchilarmi xalqning g'ayvatidan foydalanib o'tib ketib bordi. Qo'rqmagan bo'lg'ashqa. Tushunami? To'g'ri. Shunlashqa hamda albatta tanqidiy tarbiya bizga lozim. Lekin 99% mush tillamchilarningki hech qanday tanqidiy qimmati yo'q fikriningki-chu. Bular faqat lekin o'zining turmushi shundaq bequl, bichar bo'lg'achqa, o'zininki achchig'ini tillashdan iborat mushul vosita orqali talaga chiqarib olib bordi xolos. Shunlashqa har qanday bir odam bu taraqqiy qilma, ozroq bir to'ttal tengi topima. Ya bo'lmasa men hayotimni bir osonlashtirma deyotgan. Mush tillamchidan iborat mush ikki qarovuldan o'tmay amal yo'q. Lekin bu yerda o'tabli kelsak, bu keynimizdagi zo'r miqdordagi odamlarni pulplab ayaga banit qilib qo'ydi. Mayz kankangri raqobatmi oz, nimish qilsak, bu boylik degan ko'p, rohat azod yashaymiz. Demak, bu tillamchilarningki bu yerda qanday aktiv rol bo'lyapti deysiz? Bular mush xalqning so'z-cho'chagidan, ayblashtirdan qo'rqmaydigan odamlarningki manfaatini bu yerda qo'g'dab turyapti xolos. O'zini bilmagan, nayti xoligan, nayti xo'shal holda texi. Tushundingizmi? Shunlashqa biz tillamchilarni, so'z-cho'chakchilarni, bularni tillajurib past qilib bo'lmadik. Nurg'un filmlar ishlandi, bularni yo'ldan to'sib bo'lmadik. Bularni yo'ldan to'sishmi to'g'ri emas ekan. Bu odamning tabiatini tadqiq qilgan odamlar, bu inson tabiatini o'zgartmayotganmiz, inson tabiatining qonuniyatidan foydalanib ekanmiz. To'g'ri.